Xayrli onlar, O'zbekiston va nihoyat 4-8 may Toshkent Xumsonda bo'lib o'tadigan yana bir butunlay insonni yuragini ochish orqali hayotning imkoniyatlariga chiqishiga bag'ishlangan sevgi to'la va sog'inch to'la uchrashuv. Bu retrit insonning yuragini ochish orqali uni kutayotgan sevinch, uni kutayotgan serovgarlik, uni kutayotgan katta imkoniyatlar. Inson yuragi yopiq ekan bilmaydi uni qancha imkoniyatlar kutishini. Aslida yuragimiz ochilgani sari bizga imkoniyatlar eshigi ochiladi. Ko'ryapmanki, yurak yopiqligi ta'sirida insonlar judayam ko'p yo'qotilishlarga uchrayotganligini va aynan shuni berishni istadim. O'zini atrofidagi shu qadar imkoniyat to'la dunyoni insonlar ko'ra olsin. Naqadar katta imkoniyatning ichida faqatgina yuragini ochishi qolganligini his eta olsin va bu imkoniyatga erishsin. Bu baxtga, bu fursatga, bu javobgarlik, farovonlik hamma jabhada bo'lgan o'lchamga hayot sifatiga yetishsin.